Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun Agrobank kasb filialining navbatdagi feralovi uchun Qatag'on mahallasida tadbirkor uchrashuv bo'lyapti. Tadbirkorlik qilishga kelgan bo'lsanglar, bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Oldinda o'tirganidan chiqyapsiz. Nima ismingiz to'g'ri? Telefon raqamingizni ayting. Yozilganmi? Ha, telefon raqamingizni ayting. Raqamni ayting. O'z raqamingizni ayting. 94 Aha. 906 71 76 Nima maqsadda kelgansiz? kredit. Necha pul olmoqchisiz? Mahalla orqasiga asosan demak, to'g'rimi? Nima maqsadda olmoqchisiz? Chorvalar shug'ullanamiz. Uyda mol boqishga sharoitingiz bormi? Molxonangiz bormi? Yem-hashagingiz bormi? Mol bo'lib qoldi, sharoitim yo'q ekan demaysizmi? Tartiblarni bilasiz, o'zingiz vaqt qo'ygansiz. Ishlamaysiz biror joyda. Unda naqd pullar bermaydi, tasdiqlash beradi, o'zingiz tasdiq o'chirasiz. Kafillardan bor, ha? Birinchi ikkita etapi bor, ikkita bosqichi bor. Birinchi underwritingga jo'natamiz. Underwriting tasdiqlasa, underwriting misol 50 million desangiz 40 million tasdiqlar, 50 million tasdiqlar balki tasdiqlagandan keyin yana bir borib kafillardan borib pul qo'yib kelasiz. Tushunarlimi? Sizning familiyangiz nima? Assalomu alaykum. Jumayev Fazila. Jumayev Fazila. Hujjat berishyaptimi ota? Telefon raqamingizni ayting. 91 108 52. Nima maqsadda kelgansiz? Kredit olish. Necha pul? 50. Nima maqsadda olyapsiz kreditni? Chorvachilik. Chorvaga. Mayda mol, katta mol. Mayda mol. Uyda mol boqish sharoitingiz bor, ha? Ziyo opaga tushuntirganimda naqd bermaydi deb tasdiqlashadi, o'zingiz tasdiqlashasiz. Boshqalar bor, boshqalar o'tgandan keyin chiqariladi. Nasha qurozqa. Telefon raqamingizni ayting. 61 574 86 Nima maqsadda? 89. Mol. Sizga. Uyda mol boqish sharoitingiz bor, ha? Mayda mol, katta mol. Mayda, dakni topshiruvni ba'zan Jamlaga tushuntirganimda boshqalar bo'lib keladi, chiqariladi. Balkim ko'proq chiqadi, balkim kamroq chiqadi, aka bilmaysizlar. Tushunarli? Javob berib, bo'lsa. Keling abi. Siz meni rahmat qilyapsizlar. Telefon raqamingizni ayting. 0154, ha? Sizga nima maqsadda? Chorvachilikmisiz? Summasi qancha?
Uyda mol boqib sharoitingiz bor, ha? Qo'yganingiz ham bormi? Ishlaydigan kafillar ham bor, ha? Nomingizga karta ochtirasiz, kartangizni tashlab beramiz. Keyingisi. Bormi? Bering. Tamam. Siz oilasizmi? Nima bo'ldi? Nima bor hamaki? 90'lik 952 9819 Nima qilib olyapsiz? chorvachilik. O'n yetti millionmi? Mayda molmi, katta molmi olmoqchisiz? Mayda bo'ldi. Uyda mol boqish sharoitingiz bor, ha? Aylanmaysan, kredit to'lashga ham aylanmaysan. Aman orasıydı. Çorbaçılık. Siz bor hamaki? Kalmadı. Uyda mol boqish sharoitingiz bor, ha? To'lovga qandamaysiz? Yok. Kafinlaringizdan bor, ha? Kapılar. Kafinlaringizni bo'lishi ham mumkin-da, kafinlaringizni qo'li yetmay qolishi ham mumkin. O'zini kirti ham bo'lishi mumkin, ta'qib bo'lishi ham mumkin. Ham sotib olgansiz, ha? Tamam. Kelganlar uchun sizlarga rahmat. Yana boshqa masalada ham murojaat qilishingiz mumkin bemalol bankka borib yoki telefon qilsanglar mahalla bankimiz bor. Nomerini tashlab ketamiz. Sog' bo'ling. Rahmat.